Salom bolajonlar, bugungi ertagimizni eshitishga tayyormisiz? Unda boshladik. Bugungi ertagimiz esa 3 cho'chqacha haqida. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir ona cho'chqa bo'lgan ekan. Uning 3 ta bolasi, 3 ta cho'chqacha bor ekan. Bir kuni ona cho'chqa bolalariga aytibdi: "Bolalarim, endi siz ulg'aydingiz. Har biringiz o'zingizga uy qurib, mustaqil yashashingiz kerak." Shunda 3 cho'chqa yo'lga tushibdi. Birinchi cho'chqacha dangasa ekan. U tezroq ishini bitirib o'ynashni istagan. Shuning uchun uyini samondan quribdi. Juda tez qurib bo'libdi va quvongancha o'ynab yuraveribdi. Ikkinchi cho'chqacha birinchisiga qaraganda sal mehnatkashroq ekan. U uyini yog'ochdan quribdi. Bu uy ham tez qurilibdi, lekin somon uyga qaraganda mustahkamroq ekan. Uchinchi cho'chqacha esa juda aqlli va mehnatkash ekan. U uyini g'ishtdan quribdi. Bu ish ko'p vaqt olgan, lekin uyi juda mustahkam chiqqan. Bir kuni o'rmonda yovvoyi bo'ri paydo bo'libdi. U och ekan va cho'chqalarini yeyishni istabdi. Avval somon uyga kelibdi va ichkaridagi birinchi cho'chqaga: "Ey cho'chqacha, chiq uyingdan" debdi. Lekin cho'chqacha chiqmabdi. Shunda bo'ri: "Unday bo'lsa puflayman, uyingni uchiraman" debdi va puflabdi. Somon uy parcha-parcha bo'lib uchib ketibdi. Birinchi cho'chqacha qo'rqib yugurib ikkinchi cho'chqaning yog'och uyiga kirib olibdi. Bo'ri ikkinchi uyga kelib va yana: "Ey cho'chqalar, chiqib kelinglar" debdi. Ular chiqmabdi. Shunda bo'ri puflabdi. Yog'och uy ham qulab tushibdi. Endi ikkala cho'chqacha yugurib uchinchi cho'chqaning g'isht uyiga kirib qolibdi. Bo'ri uchinchi uyga kelib yana: "Ey cho'chqachalar, chiqib kelinglar" debdi. Lekin cho'chqalar jim turibdi. Bo'ri rosa puflabdi, uyni yiqita olmabdi. Keyin u poygaga chiqib, quvur orqali tomdan kirib ichkariga tushmoqchi bo'lgan ekan. Ammo aqlli uchinchi cho'chqacha bu holni sezib, o'choqqa qozon osib suv qizdiribdi. Bo'ri quvurdan tushganda to'g'ri qaynab turgan qozonga tushib qochib qolibdi. Shundan keyin bo'ri cho'chqachalarga tegmay qo'yibdi. 3 cho'chqacha esa mehnat va aql bilan qurilgan g'isht uyda tinch va baxtli yashabdi. Bolajonlar, ertakning sabog'i dangasalik va tez-tez ishlash istagi xavfli bo'lishi mumkin. Aql bilan mehnat qilgan kishi esa har doim yutadi. Sizga tayyorlagan ertagimiz yoqdimi? Unday bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Qizil qalpoqcha. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir qishloqda jajjigina bir qiz bor ekan. U dunyoda tengi yo'q, juda yoqimtoy qiz ekan. Bir kuni oyisi somsa pishirib qizchaga aytibdi: "Qizil qalpoqcha, mana bu somsani buvingga olib borib bergin. Eson-omonligini bilib kelgan." Qizil qalpoqcha kiyinib buvisini ko'rgani narigi qishloqqa ketdi. U o'rmonda o'tayotsa, oldidan bir bo'ri chiqib qolibdi. Bo'ri qizil qalpoqchani yamlab yuborgisi kelibdi-yu, lekin o'tina olmabdi. Chunki shu yaqin orada o'tinchilar daraxt kesib yurar, boltalarining taraq-turuq ovozlari eshitilib turar ekan. Bo'ri qizdan: "Qizil qalpoqcha, qayoqqa ketyapsan?" deb so'rabdi. U bo'ri bilan salomlashibdi-da, keyin: "Buvimga mana bu somsalarni olib boryapman" debdi. "Buvingni uyi uzoqdami?" deb so'rabdi. "Ha, ancha uzoqda" deb javob berdi qizil qalpoqcha. "Tegirmon orqasidagi qishloq bor-ku, hov, ana eng chekkadagi uyni ko'ryapsanmi? O'sha." "Yaxshi" debdi bo'ri. "Men ham buvingni ko'rib kelaman. Mana bu yo'ldan boraman. Sen bo'lsang ana bu yo'ldan bor. Ko'ramiz, kim oldin borarkan." Bo'ri eng yaqin yo'ldan g'izillab chopib ketibdi. Qizil qalpoqcha bo'lsa eng uzoq yo'ldan ketibdi.
Bo'ri kampirning uyiga yetib kelib, eshikni taqillatibdi. "Kim?" deb so'rabdi kampir. "Men nevarangiz Qizil Qalpoqchaman" deb javob beribdi bo'ri, ovozini ingichka qilib. "Siznikiga mehmon bo'lib keldim, somsani olib keldim" debdi. Kampir bu vaqt to'shakda kasal bo'lib yotgan ekan, u chindan ham Qizil Qalpoqcha kelgandir deb o'ylab shunday debdi. "Jonginam, ipni tort, eshik ochiladi" debdi. Bo'ri ipni tortibdi, eshik ochilibdi. Bo'ri chopib borib kampirni bir yamlab yutib yuboribdi. Bo'ri juda ham och ekan, negaki u 3 kundan beri ovqat yemagan ekanda. Keyin bo'ri eshikni yopib kampirning to'shagiga kirib yotibdi-da, Qizil Qalpoqchani kuta boshlabdi. Tezda Qizil Qalpoqcha kelib eshikni taqillatdi. "Kim?" deb so'rabdi bo'ri. Qizil Qalpoqcha bo'rining xunuk ovozini eshitib avval qo'rqibdi. "Buvim Pumov bo'lgandir" deb o'ylab javob berdi. "Men nevarangiz Qizil Qalpoqchaman, sizga somsa olib keldim." Bo'ri yo'talib olib ingichka ovoz bilan "Ipni tort, jonginam, eshik ochiladi" debdi. Qizil Qalpoqcha ipni tortgan ekan, eshik ochildi. Qizcha uyga kiribdi. Bo'ri ko'rpaga burkanib olib debdi. "Juda charchagandirsan. Voy buvijon, qo'llaringiz buncha uzun. Seni mahkamroq quchoqlash uchun jonginam. Buvijon, oyoqlaringiz buncha katta. Tezroq chopish uchun jonginam. Buvijon, quloqlaringiz buncha katta. Yaxshiroq eshitish uchun jonginam. Buvijon, ko'zlaringiz buncha katta. Seni yaxshiroq ko'rish uchun jonginam. Buvijon, tishlaringiz buncha katta. Sen tezroq yeb qo'yish uchun jonginam." Qizil Qalpoqcha dod voylashga qaramay bo'ri uni shippagi va qizil qalpog'i bilan qo'shib yutib yuboribdi. Baxtni qarangki, shu vaqt uy yonidan o'tinchilar o'tib qolishibdi. Ular shovqin suronni eshitib uyga bostirib kiribdilar va bo'rini o'ldiribdilar. Buvisi va Qizil Qalpoqchani qutqaribdilar. Bolajonlar, ertagimiz yoqdimi? Unda bo'lsa obuna bo'lamiz va like bosamiz. Sholg'om. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bobo sholg'om ekibdi. Sholg'om kattakon bo'lib o'sib yetilibdi. Bobo sholg'omni tortib olgani boribdi. Tortib yerdan tortib ololmabdi. Shunda bobo buvini yordamga chaqiribdi. Buvi bobo sholg'omni tortibdi, biroq sholg'om o'rnidan qo'zg'almabdi. Buvi nabirasini yordamga chaqiribdi. Nabira buvini, buvi boboni, bobo esa sholg'omni bu safar ham tortib olisholmabdi. Nabira kuchukni yordamga chaqiribdi. Kuchuk nabirani, nabira buvini, buvi boboni, bobo sholg'omni tortishibdi, biroq sholg'omni tortib olisholmabdi. So'ngra kuchuk mushukni chaqiribdi. Mushuk kuchukni, kuchuk nabirani, nabira buvini, buvi boboni, bobo sholg'omni tortishibdi, lekin tortib olisholmabdi. Shundan so'ng mushuk sichqonni yordamga chaqirdi. Sichqon mushukni, mushuk kuchukni, kuchuk nabirani, nabira buvini, buvi boboni, bobo sholg'omni tortishibdi va oxiri tortib olishibdi. Bolajonlar, sizga ertagimiz yoqdimi? Unday bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Salom ertakni sevuvchi bolajonlar. Bugungi ertagimiz ona echki va uloqchalar haqida. Ertakning oxirida sizga zo'r yangiligimiz bor. Demak, boshladik. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir ona echki va uning 7 nafar uloqchasi bo'lgan ekan. Ular o'rmon chetidagi shinam o'chasida mehr-oqibatda yashar ekanlar. Ona echki har kuni o'rmonga borar, bolalari uchun shirin o't terib kelar ekan. U yo'lga chiqayotganda doim shunday deb tayinlar ekan: "Bolajonlarim, eshikni hech kimga ochmanglar, ayniqsa bo'riga ehtiyot bo'linglar. U makkor va ovozini ham o'zgartirib meni taqlid qilib aldaydi." Uloqchalar boshlarini chayqab, "Mayli onajon" deb javob berar ekanlar.
Bir kuni ona echki o'rmonga chiqib ketgach, makkor bo'ri ularning uyini topib olibdi. U eshik oldida turib, onaga o'xshagan ohangda kuylay boshladi. Bolajonlarim, ochinglar eshikni, men sizning onangizman. Ammo uloqchalar ehtiyotkor edilar. Eng kichigi eshik ostidan bo'rining qo'polligini ko'rib, shunday dedi: "Sen ona emassan, onamizning ovozi yumshoq, oyog'i oq edi. Sen esa butunlay boshqachasan." Bo'ri xafa bo'lib bir reja tuzdi. U non yeyib ovozini yumshatdi. Oyoqlariga oq un surtib keldi va yana kuyladi. Uloqchalardan biri ishonib, eshikni ochib yubordi. Bo'ri ichkariga kirib, uloqchalarni birin-ketin tutib oldi. Faqat eng kichigi pech ichiga yashirinib oldi. Bo'ri esa uloqchalarni o'g'irlab ketdi. Bu orada ona echki qaytib keldi. U uyini bo'sh ko'rib, yig'lab yubordi. Ammo pech ichidan kichkina uloqcha chiqib, hamma gapni aytib berdi. Ona echki yig'ini to'xtatdi. Bolalarni qutqarish uchun bo'rining uyiga yo'l oldi. Bo'rining uyi qorong'u g'orda edi. Bo'ri hanuz uxlayotgan edi. Ona echki ichkariga kirib, sekin-sekin uloqchalarni bo'rining uyidan chiqarib oldi. So'ng u katta qulfni olib, eshikni tashqaridan berkitib qo'ydi. Endi bo'ri hech qayerga chiqa olmas edi. Bo'ri uyg'ongach eshikni ochishga urindi. Lekin bo'lmadi. Ichkaridan shunday dedi: "Meni chiqar, bu adolat emas." Ona echki esa kulib dedi: "Endi sen o'ylab ko'r, boshqalarga yomonlik qilish qanday oqibat keltirishini." Shundan so'ng ona echki va 7 uloqchasi o'z uyiga qaytdi. Ular yana birga yashay boshlashdi. Quvonchda, mehrda va ehtiyotkorlikda. Va shu kundan boshlab bo'ri hech qachon boshqalarni alday olmadi. Bolajonlar, eshikni har doim faqat ishonchli odamga ochish kerak. Onangizning aytganini esdan chiqarmang. U sizni sevgisi bilan himoya qiladi. Hech kimni tashqi ko'rinishiga qarab ishonmang, chunki makkorlar ham yaxshi ko'rinishga urinishadi. Va eng muhimi, mehr va jasorat har doim yomonlik ustidan g'alaba qozonadi. Bolajonlar, ertagimiz yoqdimi? Like bosing, obuna bo'ling. Bo'g'irsoq chol bilan kampir bo'lgan ekan. Bir kuni chol kampirga qarab, "Menga bo'g'irsoq pishirib ber" debdi. "Unimiz yo'q-ku, bo'g'irsoqni nimadan pishirib beraman" debdi kampir. "Suprani qoqib sidirsang, bo'g'irsoqqa yetadigan un yig'ilib qoladi" debdi chol kampirga. Kampir suprani qoqib sidirib, bo'g'irsoqqa yetadigan un yig'ibdi. Kampir uni qaymoqqa qoribdi, zuvala yasab bo'g'irsoq qilibdi va pechga joylabdi. Bo'g'irsoq qizarib, chiroyli bo'lib pishibdi. Kampir uni pechdan olib, sovishi uchun deraza raxiga qo'yibdi. Yotaverib zerikkan bo'g'irsoq asta dumalab derazadan so'riga, so'ridan yerga tushibdi. Eshikdan dahlizga, dahlizdan pillapoyaga, pillapoyadan hovliga, hovlidan saroyga, saroydan tashqariga chiqib yo'lga ravona bo'libdi. Bo'g'irsoq yo'lda dumalab ketayotib bir quyonni uchratib qolibdi. "Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, men seni yeyman" debdi quyon. "Meni yema, quyonvoy, men senga qo'shiq aytib beraman" debdi bo'g'irsoq va qo'shiq ayta boshladi. Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim pechda tovada, sovitdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan, endi sendan qochaman. Bo'g'irsoq qo'shiqni tugatishi bilan yana dumalab yo'lga tushibdi. Quyon bo'lsa og'zini ochib qolaveribdi. Bo'g'irsoq yumalab ketaveribdi. Qarshisidan bo'ri chiqib qolibdi. "Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, men seni yeyman" debdi bo'ri. "Meni yema, bo'rijon, senga qo'shiq aytib beraman" debdi va qo'shiq ayta boshlabdi. Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim pechda tovada, sovitdilar havoda. Qochib ketdim
bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Men quyondan qochdim, endi sendan qochaman. Bo'g'irsoq dumalashda davom etibdi. Ko'z ochib yumguncha bo'ridan uzoqlashib ketibdi. Bir payt oldidan ayiq chiqib qolibdi. Bo'g'irsoq, men seni yeyman debdi ayiq. Meni yeyish senga yo'l bo'lsin, debdi bo'g'irsoq va o'z qo'shig'ini ayta boshlabdi. Men bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim pechda tovada, sovitdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Men quyondan qochdim, men bo'ridan qochdim, endi sendan qochaman. Shunday kuylab dumalab ketibdi. Ayiq bo'lsa og'zini ochgancha anqayib qolibdi. Bo'g'irsoq dumalab ketaveribdi. Oldidan tulki chiqib qolibdi. "Salom bo'g'irsoq", debdi tulki. "Namuncha dumaloq qizarib pishgan bo'lmasang, shu topda qayoqqa dumalab ketyapsan?" Bo'g'irsoq tulkining maqtovlariga uchib dumalashdan to'xtabdi va qo'shiq ayta boshlabdi. Men bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim pechda tovada, sovitdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Men quyondan qochdim, men bo'ridan qochdim, men ayiqdan qochdim, endi sendan qochaman. Bo'g'irsoq yana dumalay boshlagan ekan, tulki unga shunday debdi: "Qo'shig'ing muncha yoqimli bo'lmasa, qarilik qursin. Qulog'im yaxshi eshitmay qolgan. Sendan iltimos, shu qo'shig'ingni burnimga chiqib yana bir marta aytib ber. Eshitib mazza qilay, faqat qattiqroq ayt." Bo'g'irsoq tulkining burniga chiqib kuylay boshladi. Men bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar. Pishdim pechda tovada, sovitdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan. Men quyondan qochdim, men bo'ridan qochdim, men ayiqdan qochdim, endi sendan qochaman. "Rahmat bo'g'irsoq", dedi tulki unga. "Qo'shig'ing haqiqatdan ham ajoyib. Qani endi uni yana bir marta eshitsam tilimga tushganda, uni menga so'nggi marta aytib ber." Bo'g'irsoq tulkining og'ziga sakrab tushibdi. Tulki bo'lsa bo'g'irsoqni qap etib yeb qo'yibdi. Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlar. Ertak eshitamizmi? Salom bolajonlar. Bugungi ertagimiz oltin tarvuz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir kambag'al dehqon bor ekan. Uning atigi bir tanobgina yeri bor ekan. Dehqon shu yerda kecha-yu kunduz tinmay mehnat qilib kun ko'rar ekan. Yerni 2 marta haydab bo'lib, yaqindagi katta soyning boshida salqinlab o'tirsa, osmonda uchib kelayotgan bir laylak yiqilib tushibdi. Dehqon qarasa, laylakning oyog'i siniq emish. Dehqon haligi laylakni darrov uyga olib borib, siniq qanotiga taxtakach bog'lab, bir qancha vaqt uni boqibdi. Laylak sog'ayib uchib ketibdi. Shu o'tishda 3 dona tarvuz urug'i tashlab ketibdi. Bir necha kundan keyin chigit bilan baravar tarvuz urug'i ham unib chiqibdi. Ekinni vaqtida o'tabdi, sug'oribdi, chopibdi. Shunday qilib hosilni yig'adigan payt ham kelibdi. Bir kun tarvuzdan 3 tasini uzib uyga olib ketibdi. Tarvuzlar juda katta ekan. Dehqon o'zining yaqin qarindoshlarini va oshna og'aynilarini mehmon qilibdi. Bir mahal tarvuzga pichoq ursa, pichoq sira botmas emish. Dehqon ham, mehmonlar ham hayron bo'lishibdi. Yerga bir urib yorib qarasalar, ichi to'la tilla emish. Kambag'al sevinib ketib, hammasini mehmonlarga ulashibdi. Ular ham xursand bo'lib uy-uylarga tarqabdilar. 3 tup tarvuzning har biri
10tadan solgan ekan. Dehqon qolgan tarvuzlarni ham yig'ib olibdi. Shunday qilib kambag'al dehqon juda boyib ketibdi. Uning bir boy dehqon qo'shnisi bor ekan. U haligi kambag'al dehqondan "Sen nima qilib boyiding?" deb so'rabdi. Dehqon bo'lgan barcha voqealarni aytib beribdi. Buni eshitgan boy dehqon "Zora, men ham shunday oltinlarni qo'lga kiritsam" deb soyga borib turibdi. Bir vaqt boy nariroqda bir laylakni ko'ribdi. U sekin borib poylab turib, laylakning oyog'iga tayoq otibdi. Laylakning oyog'i sinib, ucholmay qolibdi. Boy darrov uni tutib, uyiga olib kelibdi. Oyog'iga taxtakach bog'lab, parvarish qilibdi. Bir necha kundan keyin laylakning oyog'i tuzalib uchib ketibdi. Ularning birida uning tepasidan tanish laylak o'ta turib, 2 dona urug' tashlab ketibdi. Tarvuz pishishi bilan boy dehqon hamma qarindosh urug'ini mehmonga chaqiribdi. Tarvuzga pichoq urgan zamon ichidan katta qovoq arilar chiqib o'tirganlarni talay boshlab, boy dehqon o'z qilmishiga yarasha jazosini tortibdi. Kambag'al dehqon esa halollik bilan murodiga yetibdi. Bolajonlar, esingizda bo'lsin, yaxshilik qilgan odam har doim mukofotini oladi. Mehribon, halol, saxiy bo'ling. Hech qachon hasad qilmang. Chunki boshqalarga yaxshilik qilsangiz, hayot sizga yanada ko'proq yaxshilik qaytaradi. Xo'sh, do'stlarim, sizlarga tayyorlagan oltin tarvuz ertagimiz yoqdimi? Unday bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Yolg'onchi cho'pon. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir zamonlar bir cho'pon bo'lgan ekan. U har kuni erta tongdan qo'ylarini dalaga olib chiqar ekan. Uning qo'ylari o'tlab yurgan vaqtida u juda ham zerikar ekan. Shu vaqtda birorta foydali ish bilan mashg'ul bo'lish, o'rniga doim xayol surib o'tirish bilan ovora bo'lar ekan. Kunlarning birida cho'pon yana dalaga qo'ylari bilan chiqibdi. Qo'ylari o'tlab yurgan vaqtda cho'pon zerikishni boshlabdi. Shunda bekorchilikdan odamlar, yordam beringlar, bo'ri qo'ylarimga hujum qilyapti deya bor ovoz bilan baqira boshlabdi. Buni eshitgan odamlar cho'ponga yordam berish uchun yugurib kelishibdi. Odamlar kelib qarashsaki, bo'ri yo'q, cho'ponning qo'ylari esa tinchlikda o'tlab yurishibdi. Cho'ponning o'zi bo'lsa xandon otib kulayotganmish. Odamlardan biri "Nega bizni aldading, ey cho'pon? Yolg'on gapirib shuncha odamni ovora qilishga uyalmadingmi?" debdi. Cho'pon bo'lsa qilgan ishidan uyalmay, "Shunchalik ham laqma bo'lasizlarmi? Axir men hazillashdim-ku", deb kulibdi. Odamlar bundan xafa bo'lib, ortlariga qaytib ketishibdi. Shu voqeadan so'ng 2 kun o'tib, rostdan ham bu cho'ponning qo'ylariga bo'rilar hujum qila boshlabdi. Cho'pon odamlarni yordamga chaqiribdi, ammo bu safar odamlar "Cho'pon yana bizni kalaka qilmoqchi. Hozir borsak yana laqmasizlar deb ustimizdan kuladi" deb o'ylab yordamga borishmabdi. Cho'ponning hamma qo'ylari bo'rilarga yem bo'libdi. Qilgan xatosini tushunib yetgan cho'pon qilmishidan juda afsuslanibdi va odamlardan kechirim so'rabdi. Bolajonlar, bu ertakdan sizlar ham xulosa chiqargan bo'lsangiz kerak-a? Yolg'on gapirish va odamlarning ustidan kulish eng yomon odatdir. Bolajonlar, ertagimiz yoqdimi? Unday bo'lsa like va obuna bo'lamiz.